Shtut Fayslov. Assalomu alaykum O'zbekiston. Men uchun kelganlar bor. Sizlardan kechirim so'rayman. Men bitta narsani aytamanki, u faqatgina stolga ishlayman degan. Menga kurash yo'q, partiya yo'q. Buni yaxshi bilasizlar. Men faqat Muaytayga kickboks o'rgangan bo'laman. Sizlarni hammalaringizni yaxshi ko'raman, yaxshi ko'rib qolaman. Bo'ladi. Men bu yutqazish narsaman 3-4 marta bu hayotga juda qattiq yutqazganman. Mana shunga inshaalloh ketaveraman. Sizlarni yana bir xursand qilaman. Meni kechiringlar faqat.